Shunaqa odamlar borki, davlatimizning sha'niga, voy bu qanaqadir amaldorlar sha'nigacha gapirib tashyapti-da. Voy baraka topkurlar. Til bor deb hamma narsani gapiravermaydi. Hali eskilarimiz bekorga ketmagan, devorni ham qulog'i bordi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda kommentariy yozayotganda, boshqa qilganda juda ehtiyot bo'lib yozsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Har holda sizlarni yozgan o'sha kommentariyalarda sizlarni asl basharanglar kimliginglar bilinib turadi. Ana tilim bor, qo'lim hech kim meni topa olmaydi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, qattiq adashib qo'yasizlar, bor-ku. Instagram, Facebook, balo-battar joylarda bor-ku. Ishoninglar, men sizlarga boshimdan o'tkazgan inson sifatida aytayapman. Shunaqa topib olishadi, sizlar hayron qolib qolasizlar. Shuning uchun ana birovni adresiga yozayotganda, o'zinglarni qanaqa uyda tarbiya topganinglarni ko'rsatmanglar. Hammani o'rtasida bir fikringlar bo'lsa, bir negativni fikringlar bo'lsa, qog'ozga o'rab, chiroyli qilib tushuntirib ketsanglar bo'ladi. Nimaga unaqa deyotganim, kuni kecha bitta video ko'rib qoldim. Taksist akamizning fikrlarini bildiryaptilar, o'zlarining fikrlarini, savollarga javob yozyaptilar-da. Men o'sha videodan hozir ozgina kommentariyalarni sizlarga ko'rsataman. Tavba qildim, ertalab turib bismillah deb turamiz. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, bitta tom ostida yashaymiz-da. Voy, bir-birimizga shunaqa tosh otib tashlayapmiz. Okalar, unaqa bo'lmaydi-yu. Instagram ijtimoiy tarmoq degani bu sizlar necha tanimaydigan odamlar bilan gaplashyapsiz. Sizlar bilmaysizlar u odamlar kimligi. Yoqmayotgan bo'lsa ko'rmang u videoni. Bir o'tkazib oling bo'ldi. Nima kerak bor birovga unaqa lishniy gaplar gapirib?